Assalomu alaykum, Romanovich Mirziyoyev bo'lamiz. Nima uchun chora ko'rilmaydi? Uchastkavoy noziri mana iqlarish qilib, go'rga tiqmadi, o'shanga yaqin qildi. Undan meni pichoqda so'yib qo'ya qolmaydimi bolamdan alamini olmasdan? Ana farzandim ko'zi to'xtamasdan tortib qorachiga o'rtaga kelyapti. Nima bunga chora ko'rilmaydi? Zoir Mirziyoyev nazoratga osildi. Opiskaga chiqyaptilar, maza qilib endi o'tiradilar-da, qilarish qilib. Go'rga tiqsalar tiqib bo'ldilar. Xotin-qizlar ham o'tiribdi, xotirjam ishlayapti. Nimaga ular ishlayveradi? Ularga nimaga chora ko'rilmaydi? Nima kam ta'minlanganlarni bir tepib go'rga tiqib qo'ya qolinadimi? Qachon bularga chora ko'riladi? Bu murojaatim bo'yicha nazoratga olib, Respublika Gen prokuraturasi bilan Oliy sudni ko'rib chiqishini so'rayman. Qachongacha shunaqa bo'ladi? Meni birinchisi bo'lsam kerak. Bundan keyin ham mashina bo'laversa kerak-da. Ularga qaror qo'yib qo'yilganmi yo order qo'yib qo'yilganmi? Qaror bormi qo'lida? Oliy senatdan yo Oliy majlisdan chiqarib qo'yganmi shunaqa qilib? Nega ularga chora ko'rilmaydi? Qachon buni inobatga olasizlar? Yo mana shunaqa qilib o'tiraveradimi? Kam ta'minlanganlar. Yo oldingizga borib bitta ariza bilan, qo'limizdagi bolamiz bilan 5 soat, 6 soat yo'l kezib, qiynalib borsak keyin ko'riladimi? Bungacha o'tmas ekan-da, qaroringiz ham Oliy Majlisda chiqargan nechta qarorlar. Kecha ham o'qidim qaroringizni. Kam ta'minlanganlar, haligi ayollar daftarda turganlarga uy ta'minoti uchun 20 milliondan mablag' ajratib beriladi degan narsani ko'rib turibman. Uni ko'rib kulgim qistaydi. Ko'rib turib narsa qilmayapti-yu. O'rgangani kelmayapti-yu. Sizga 20 million pulni ishlatib qo'yadimi? Ko'rib turib, holatini ko'rib turib kelmayapti-yu. Sizga 20 million ishlatib qo'ymaydi. Ahmoq emas bular. Yana aytadi, Namangan viloyat 3 tuman hokimiyatida yotib olgan boqaman desanlar senlar. Yotolib yeydigan boqamanda deydi. Qani, birortasi kelib qo'ydimi? Yo boqamanda bo'lib. Yo produktda to'xtamay toshib qo'yibdimi menga? Hammasi maza qilib o'tiribdi-da, uyda g'ami yo'q, maza qilib o'tiribdi. Tadbirlarga boradi, haqa boradi. Hech nimada g'ami yo'q. Ochi bilan to'qishi yo'q. Mana bu qishloqda fuqarolar nima kun ko'ryapti, nima kun kechiryapti, shularni ko'ring. Shu chiqarayotgan qarorlar ishlayaptimi, yo'qmi? Necha martada ariza qilaman, lekin